Assalomu alaykum hammaga yana bir bor. Bugun darsimizni davom ettiramiz sizlar bilan. 6-mavzuga ham yetib kelibmiz. Xo'sh, 6-mavzuyimiz bugun fe'llardan biroz chekinamiz va so'zning ayrim bir qo'shimcha shakllari, ya'ni siz aytmoqchi bo'lgan shaklga inkor berishlikning niht ko'rinishini ko'rib chiqamiz. Xabarlaring bor, bilasizlar, inkor shaklini nemis tilida ikki xil usulda qo'llaniladi. Biri kein, ikkinchisi nicht. Albatta, undan boshqa yana shakllari ham bor. Misol uchun nichts va hokazo shakllarni ishlatsangiz bo'ladi, ammo bugun sizlar bilan aynan nicht shaklini qanday qo'llashlik kerakligini ko'rib chiqqanmiz. Xo'p. Position von nicht. Nichtning joylashuvi. O'rtoqlar, nichtni, ya'ni inkor shaklini qo'llashlikda ikki xil usul bor. Birinchi navbatda shuni ajratib olishimiz kerak. U qanday? Umumiy bir jumlaning boshdan oyog'i, ya'ni umumiy jumlaga inkor berishlik, butun boshli gapga inkor berishlik yoki bo'lmasam ana o'sha gapning ayrim bir qismigagina inkor shaklini berishlik bilan farqlab olishligimiz kerak. Tushunib o'tganingizdek, birinchi bo'lib Satznegation deyiladi nemis tilida, ya'ni o'sha gapni o'ziga inkor yoki pastroqda ko'ramiz Teilnegation. Biror bir qismga nisbatan inkorni ko'rib chiqamiz. Mana shu ikki shaklda siz inkor qilib gapingizni minus tomonga o'girishingiz mumkin. Gapni, butun boshli gapni inkor shakliga berishlik uchun biz bundan oldingi o'tgan darsimizni bir qator eslasak, tekamolov mavzusini ko'rib chiqqan bo'lishlaring kerak bu yergacha kelgan bo'lsanglar. Tekamolov mavzusida joylashgan tartibga ko'ra temporal, kauzal, modal va lokal. Nimaga buni aytib o'tyapman? Agarda gapingizda mana shu bo'laklar ishtirok etsa, albatta esingizda tutingki, umumiy gapga inkor berishlikda modal va lokal qismlardan oldin nichtni qo'llaysiz. Esingizdan chiqarmang, modal va lokal qismlardan oldin nicht inkor shaklini qo'llaysiz va gapingiz nima deydi? Butun boshli gap inkor shakliga o'giriladi. Demak, qoida bo'yicha shu, eslab qolasizlar, temporal va kauzal qismlardan keyinda joylash kerak inkor shakl nicht. Albatta, gapingizda hammasi kelmasligi mumkin. Misol uchun, gapingizda temporal kelmasligi mumkin yoki kauzal kelmasligi mumkin. Ehtimol modal kelmas, ehtimol lokal kelmas, ehtimol hech qaysisi kelmas. Eslab qoling, mabodo gapingizda modal ishtirok etadigan bo'lsa, albatta modaldan oldin nicht qo'ying. Yoki aksincha modal yo'q, lekin lokal bor. Albatta lokal, ya'ni qayerda, qayerdan. Mana shu savollarga javob beradigan gaplardan oldin qo'yasiz. Yoki aksincha bu ikkalasi ham yo'q. Gapingizda faqat temporal ishtirok etgan. Temporaldan keyin marhamat nicht qo'yasiz. Yoki temporal ham yo'q, kauzalni o'zi bor. Kauzaldan keyin nichtni joylashtirasiz. Mana shu tartibni esdan chiqarmang. Yana bitta agarda degan so'z bor. Mabodo umuman birortasi bo'lmasa-chi, temporaldan tortib lokalgacha hech qaysi bo'lmasa, eslab qoling. Shunchaki gapni oxiriga nichtni qo'yasiz, ya'ni agarda fe'l bo'lmasa, fe'ldan olib qo'yasiz va butun boshli gapingizga inkor shakli beriladi. Bu xuddi oldin biz o'tgan A1, A2 darajaga tegishli bo'lgan ma'lumot bo'lib qoladi. Xuddi shunday. Nima bo'ladi? Gapni oxiriga nichtni joylashtirasan, gaping butun boshli gaping inkor shaklga o'tadi degan qoidaga o'xshash. Tushundilar degan umiddaman. Yaxshi, bu butun boshli Satznegation, ya'ni o'sha gapga inkor berish usuli edi. Bir nechta variantini ko'rib chiqamiz. Misol uchun, ich konnte meinen Vater gestern wegen eines Termin nicht pünktlich am Bahnhof abholen. Men otamni kecha termin tufayli, qanaqadir uchrashuv sababli vaqtida vokzalda kutib ololmadim. Mana shu gapni butun boshli shu gapga inkor berishlik uchun nichtni qayerga qo'yyapti? Shunga e'tibor berib qo'yasizlar. Xo'p, yaxshi. Cho'zib o'tirmayman, Teilnegation o'taman, chunki Teilnegation juda qiziqarliroq. Ehtimol bu narsani ko'rmagandirsizlar hozirgacha. Gapingizda e'tibor bering. Egadan tortib ana o'sha haligi nima deydi? Tepada ko'rib chiqqanimiz har biriga
har biriga inkor shakl berishligingiz mumkin. Har biriga. O'rtoqlar, ega, hattoki ega. Buni ehtimol ko'rmagandirsizlar. Ya'ni men emas degan variantni ishlatishlik uchun nihtni egadan oldin qo'yasizlar. Bitta qoidani aytib o'tib ketay. Niht agar aynan bir qismga inkor berishlik maqsadida ishlatiladigan bo'lsa, aynan o'sha qismning oldiga joylashtiriladi. Undan keyin emas, undan ham bir ikkita gap oldin emas, aynan o'sha otning yoki o'sha inkor shakli berishlik kerak bo'lgan qismning oldiga joylashtiriladi. Birinchi gapimizda aytilyapti. Birinchi gapimizda nihtsiz o'qib ko'raman. Ich schenke ihr heute den Ring zur Verlobung. Nima deyapti? Men bugun unga uzukni, aynan Verlobung unashtiruv degan. Unashtiruv munosabati yoki unashtiruvga sovg'a qilaman demoqchi. E'tibor beryapsiz? Men beraman unga bugun uzukni unashtiruvga. Endi mana shu gapni o'rtoqlar inkor shaklini bir boshidan berib chiqamiz. Men emas deymiz birinchi, keyin unga emas deymiz, bugun emas, uzukni emas, unashtiruvga emas. E'tibor beryapsiz? Har bitta qismga alohida inkor shakl berib chiqamiz. Bir boshdan ko'ramiz. Nicht ich schenke ihr heute den Ring zur Verlobung. Nima demoqchi bu yerda? Bugun uzukni unga unashtiruv munosabati bilan men emas. E'tibor bering, men emas. Kim? Mana bu qo'shimcha qilyapti qavs ichida. E'tibor beramiz. Men emas, sondern er. Verlobung tugayapti va bu yoqda men emas. Balki kim beryapti? U beradi yoki beryapti degan ma'noda gap tuzasiz. Eslab qoling, agarda gapingizni biror qismiga inkor berayotgan bo'lsangiz, mana bu so'z tugagandan so'ng virgul orqali sondern bilan gap boshlab, aynan o'sha qismning o'rniga boshqa alternativ berib ketishligingiz mumkin. Va gapingiz juda ham chiroyli, nima deydi? Tushunarli, oxirigacha to'liq bo'lgan bo'ladi. Men bugun uzukni men emas, unashtiruvga bermayman, balki kim beradi? U beradi. Endi keyingi shaklga inkor beramiz. Mana bu irga inkor berib chiqamiz. Ich schenke nicht ihr heute den Ring zur Verlobung. Nima deyapti? Bugun uzukni unashtiruvga unga emas, e'tibor bering. Unga emas, ya'ni qiz bolaga emas. Balki erkakka nisbat beryapti. Mana bu yigitga yoki erkakka sovg'a qilaman degan ma'noni beryapti. Keyingi yana o'tamiz. Ich schenke ihr nicht heute den Ring zur Verlobung, sondern morgen. Men unga uzukni unashtiruvga bugun emas, balki ertaga beraman, sovg'a qilaman. Navbatdagi qism endi uzukni o'ziga inkor beramiz. Ich schenke ihr heute nicht den Ring zur Verlobung, sondern die Blumen. Men bugun unga unashtiruv munosabati, unashtiruvga uzukni emas, balki gulni beraman, gulni sovg'a qilaman deyapti. Va oxiri endi sababni inkor qilamiz. Ya'ni nimaga? Ich schenke ihr heute den Ring nicht zur Verlobung, sondern zum Geburtstag. Men bugun unga uzukni unashtiruvga emas, balki tug'ilgan kuni sababidan sovg'a qilaman degan ma'noni beryapti. Umumiy Teilnegation shulardan iborat edi. Demak, inkor bermoqchi bo'lgan shaklingizni oldiga nihtni joylashtirasiz. Gapingiz tugagandan so'ng virgul bilan sondern gapidan boshlasangiz, uni o'rniga, ya'ni inkor qilgan shaklingiz o'rniga alternativ berib ketishligingiz gapingizni to'laqonli butun ma'noda chiqqanligini ko'rsatadi. Endi butun boshli gapga inkor berishlik esa yuqorida ko'rib o'tdik. Tekamolo qoidasi ishlaydigan bo'lsa, albatta temporal yoki kauzaldan so'ng ishlatasiz. Nihtdan keyin modal lokal qo'llanilishi kerak. Bu butun boshli gapingizga inkor beradi. Mana shu bugun sizlar bilan ko'rib chiqishimiz kerak bo'lgan qisqagina mavzu. Nihtni qayerda qanday joylashishi edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Albatta mashqlarini bajarishlikni
esdan chiqarmangiz, chunki bu mavzuni tushundim deb o'ylashingiz mumkin, ammo mashqlarni bajarishlik davomida tushunmagan joylari sekin-asta kelib chiqadi. Hammaga yaxshi kun tilayman. Xudo xohlasa, keyingi darslarda sog' omonlikda ko'rish nasib qilsin. Ishlarga omad, sog' omon bo'linglar. Rahmat e'tiborlar uchun.